Türkiyədəki Şərqi Türkistan ommaviy təşkilatları Xitay Tashqi ishlar Ministri Wang Yining ziyarətiga qarşı muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini qattiq aybladi. Shuning bilan birlikda ular yana Turkiya hukumatining Xitoydan Uyg'urlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni keskin turda o'tirg'a qo'yishini talab qildi. Xitay Tashqi ishlar Ministri Wang Yining Turkiya ziyarati munosabati bilan 25 mart Anqarada Xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligining boshchiligi va har qaysi tashkilotlarning hamkorligida Sharqi Turkiston davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik temasida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Yana bir tarafdan İstanbul Beyazıt maydoni va Xitoy konsulxonasi atrofiga yig'ilgan minglagan kishi Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat, lagerlar taqilsin degan shiorlarni tovladi. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan besim siyosati Amerika hukumati, Kanada va Gollandiya parlamentlari tarafidan birdek irqiy qirg'inchilik deb bekitilgan bir mezgilda Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiyaga qilgan ziyorati kuchli diqqat qo'zg'adi. Dünya bo'yicha toniladigan kiyim-kechak markalari Nike va H&M Uyg'urlarning paxta mahsulotlarini pishiqlab ishlash sohasida majburiy emgakka solinayotganligi haqidagi xabarlardan andishlanganligini va majburiy emgak asosidagi paxta mahsulotlarini ishlatmaydiganligini e'lon qilib, chet ellarda zo'r olqishga erishgan edi. Biroq yaqinqi 2 kundan buyon tuyuqsizlar Xitoyda bu markalarni tanqidlash, boyqut qilish harakatlari qo'zg'alib ketgan. Xitoyning Weibo to'rida nurg'un Xitoylar bu markalarni tillab haqoratlagan, ba'zi Xitoy cho'lponlari bu markalar bilan bo'lgan aloqasini uzganligini jakarlagan. Hatto ba'zi cho'ng Xitoy to'r savdo supilaridan H&M markasining mollari chiqarib etilgan. O'tgan yili dekabrda e'lon qilingan bir dokladda 100 minglagan Uyg'urning paxta etizlaridan majburiy emgakka solinayotganligi oshkorlangan. Bu ikki shirkat Uyg'urlarning majburiy emgakka solinayotganligiga bo'lgan andishasi haqidagi bayonotini e'lon qilgan va Xitoydagi paxta mahsulotlari ta'minlash zanjiri bilan aloqasini uzganligini jakarlagan edi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Çavushoğlۇ bilan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi boshchiligidagi ikki taraf vakillari o'tirsida uchrashish ilib berilayotganda Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldida Turkiyadagi o'qituvchi partiyalarning parlament a'zolari norozilik namoyishi o'tkazdi. Namoyishga Demokratlar partiyasining raisi Gultekin Uysal, Kelajak partiyasining muavin raisi Selçuk Özdaç, İyi partiya parlament a'zosi Faxriddin Yukash va Saodat partiyasi parlament a'zosi Abduqodir Qaraduman qatorliqlar qatnashdi. Yana bir tarafdan namoyishga qatnashishni planlagan Setim Turk apandining Xitoy virusi bilan yuqumlangan kishilar bilan uchrashgan degan bahona bilan uyga nazarband qilinganligi o'tirg'a chiqdi. Namoyishga telefon orqali bog'langan Setim Turk apandi o'zining sog'lom ekanligini, uydan chiqishiga qasdan yo'l qo'yilmaganligini, Anqaraga berish uchun tayyorlangan avtobuslarning to'xtatib qo'yilganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Anqarada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va Tashqi ishlar ministri Çavushoğlۇ bilan ko'rishdi. Ministr Çavushoğlۇ rasmiy Twitter hisobida o'zlarining Xitoy ministri Wang Yi bilan vaksina va yuqumga qarshi turishdagi iqtisodiy hamkorlik to'g'risida suhbatlashganligini bayon qildi. Ikki davlat o'rtasidagi o'tkazib berish kelishimining Uyg'urlarni nishon qilmaganligini bildirgan Çavushoğlۇ, Uyg'urlarning vaziyati haqidagi sezgurligi va o'y-fikrlarini Xitoy tarafga yetkazganligini bildirdi. O'tgan yili 12 oyda ikki davlat o'rtasidagi o'tkazib berish kelishimini tasdiqlagan Beijing hozir Anqaraning bu qadamni besishini umid qilmoqda. Turkiya parlamentida saqlatib qo'yilgan bu kelishimga Turkiyadagi Uyg'urlar va Turkiya o'qituvchi partiyalar norozilik bildirmoqda. Amerika prezidenti Joe Biden tunji qatimliq muxbirlarni kutib olish yig'inida o'zlarining Afg'onistondan 5-oyning 1-kunigacha chekinishining qiyinligini bildirdi va Xitoyning dunyoviy hukmronlik o'rnatishiga yo'l qo'ymaydiganligini aytdi. Biden vazifasining 65-kuni Oqsaroyda tunji rasmiy axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Biden Xitoyga qaratgan tashqi siyosatiga baho berib mundaq dedi: "Biz Xitoy bilan keskin qarshi olishni emas, balki raqobatni kutamiz" dedi. Soğuq oxirlashgan Alyaskan suhbatidan keyin Biden o'zining Xitoy bilan to'qinish izlamaydiganligini, ammo Xitoy prezidenti Xi Jinpingning savdoga munosabatli xalqaro qoidaga rioya qilishi masalasida chang turadiganligini ta'kidladi.
Bayden mundaq dedi: "Men onunğa bir neçə qatam aytdım. Gerçi biz keskin, ammo keskin raqobatning bo'ladiganligini bilsakmi, biz to'qinishni izlamaymiz. Ammo biz Xitoyning xalqaro qoida, adil savdo va adil raqobat bo'yicha raqobatlashishda ching turamiz."